Hammaga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi barcha turdagi Apple mahsulotlarini do'konimizdagi barcha assortimenti narxlari bilan tanishtirib chiqaman. Birinchi navbatdagi telefonimiz iPhone Air 256 ta 98 yomkisda, narxlari $920, korobka dokumentlari bor. Ikkinchi telefonimiz chiroyli rangda, orange rangimizda 17 Pro Max 256 tali Zaregion $1300, korobka dokumenti yo'q, lekin 7 taraflama 6 oy kafolatga ega. Uchinchi telefonimiz 17 o'zi bo'ladi, mana chiroyli blue rangda deyiladi menimcha. Charegion 256 tali 100 yomkis 46 sikl, korobka dokumentlari ham bor. Narxi atigi $850. 16 Pro oq rangda so'raganlarga 90 yomkisli 128 tali Amerika region $820 qilib beramiz. Desert rangidagi 88 yomkisli 128 tali Yaponiya varianti $780. Husanni ko'rsatsak 16 Pro 89 yomkis, korobka dokumentlari bor ekan, 800 qilib beramiz buni. Navbatdagi telefonimiz bu ham 16 Pro 256 tali 89 yomkisda $790, korobka dokumentlari bor buni ham. Charegiondagi ham bor, ikkita sim karta tushadi, 93 yomkisda, korobka dokumentlari bor, $830 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz 95 yomkis 256 tali $850. Buni ham korobka dokumentlari bor, Koreya uchun chiqarilgan. 15 Pro ga kelsak, Charegion 85 yomkisda ekan, $650. Maximizga kelsa 15 Pro Max 256 tali 86 yomkis 800 narxi. Keyingi Maximiz bu ham Zaregion 88 yomkis $770 qilib beramiz. Keyingi Maximiz 90 yomkisda maksimum $820, korobka dokumentlari bor. 256 tali bu ham. Pro ga kelsak 15 Pro'miz bu ham Charegion 84 yomkis $630 qilib beramiz. Qora rangidagi Black Titanium 128 tali Koreya region 85 yomkisda, korobka dokumentlari bor, $680 qilib beramiz atigi. Keyingi navbatdagi telefonimiz ko'k rangda 82 yomkis 128 tali korobka dokumenti bor, $620 qilib beramiz. Shu YouTube'ga 14 Pro Max 256 tali 82 yomkisda. Narxi $620 qilib beramiz, Amerika region. Gold rangi bor ekan, bu ham 256 tali, Hindiston uchun chiqarilgan, $700 qilib beramiz, 88 yomkisda. Korobka dokumenti yo'q, lekin 7 taraflama 6 oy kafolatga ega. Keyingi telefonimiz qorasidan 14 Pro Max 256 tali 80 yomkis, narxi $500 qilib beramiz. Bu skidkada. Keyingi telefonimiz bu ham Gold 82 yomkisda 128 tali, narxi atigi $600. 14 Pro'ni o'zi Gold so'raganlarga 86 yomkis $570 qilib beramiz, 128 tali. Keyingi navbatdagi telefonimiz bu ham 128 tali 88 $590 qilib beramiz, 14 Pro Gold. Purple rangidan 14 Pro 256 tali xotirasi baland so'raganlarga narxi arzonroq bo'lsin deb 70 yomkisda, korobka dokumenti bor, $470 qilib beramiz atigi. Keyingi telefonimiz 14 Pro 77 yomkisda, bu ham $470 qilib beramiz, arzonroq telefon so'raganlarga. 13 Pro narxida. 13 Pro Maximiz 77 yomkisda, korobka dokumentlari bor, 128 tali. Narxi $500 qilib beramiz atigi. Keyingi telefonimiz bunaqa chiroyli hakki rangda 13 Pro Max 85 yomkis 128 tali $550 qilib beramiz. Holatlari ideal. Xuddi shuni oqi 79 yomkisda 128 tali $510 qilib beramiz. 13 Pro Max Gold rangida 70 yomkisda 128 tali $530 qilib beramiz bunisini. Bunaqa chiroyli ranglarini, blue rangini 256 tali 69 yomkisda $470 qilib beramiz. Sherigini xuddi shunaqa 256 tali 75 yomkisli $510 qilib beramiz. Yomkisicha balandroq.
Lekin bir kun ishlab beradi bemalol Maxlin hisobiga. 13 Pro o'zi 13 Pro o'zi 75 yomkiz, 128 talik. Karotka dokumentari yo'q, lekin 7 taraflama. Eslatib o'taman, 6 oy kafolatga ega, narxi atiga $380 qilib beramiz. Navbatdagi telefonimiz 128 talik 13 Pro 84 yomkizda $460. Yomkizlarni ham baland 80 dan tepa so'raganlarga. Qora rangni so'raganlarga 76 yomkiz $420, 128 talik bunisi. 13 Pro. Keyingi telefonimiz ham 13 Pro qora rangda 92 yomkizli $470. 14 Pro Max'imiz bor ekan. 256 talik 77 yomkizda $580 qilib beramiz. Qora rangda. Keyingi telefonimiz 12 Pro so'raganlarga 88 yomkiz, 128 talik. Karotka dokumenti yo'q, lekin 6 oy kafolatga ega, $380 qilib beramiz. 12 Max'imiz ko'rsak 84 yomkiz, $410 qilib beramiz, 128 talik ekan. Navbatdagi telefonimiz bu ham 12 Pro Max 128 talik 82 yomkiz, karotka dokumenti yo'q, Koreya uchun $420. 13 ta o'zi chiroyli rangda 98 yomkiz, narxi $400, karotka dokumentlari bor, bu ham 128 talik. Buni sherigi yomkizcha pastroq, narxi ham arzonroq chiqadi, $320 qilib beramiz. Rossiya uchun chiqqan ekan regioni. Navbatdagi telefonimiz 11 Pro Max so'raganlarga 88 yomkiz, 64 talik za region $350 qilib beramiz. 11 Pro xuddi shuni 11 Pro'si 70 yomkiz, $230 qilib beramiz, 64 talik. 13 Pro'imiz $420 qilib beramiz, 78 yomkizda 128 talik Koreya region. Bizda assortimentlarimiz ham bor. 17 Max'lar, 17 ning o'zi va 13 ta o'zi vakuum holatdagilarimiz bor. Vakuum holatdagi 13 ta o'zi narxi $500. Prolarimiz 1500 dan 1550 gacha. 17 ning o'zi $1000. 17 Max'imiz 1600 dan 1700 gacha. Koreya SIM, eSIM rangiga qarab, regioniga qarab, xotirasiga qarab narx-navo o'zgarishi mumkin. Va iPadlarimiz ham bor. iPad M5 Pro'imiz ham bor. Narxi $1100. A16larimiz ham bor. Kulrang, bunaqa rozoviy rangda ham bor. MacBooklarimiz ham bor. A16larimiz narxini aytib ketsam, $380-400 atrofida. MacBooklarimiz buvlari, yangilari 550 dan boshlanib chiqib ketaveradi. M1 dan boshlab M5 gacha narxi o'zgarishi mumkin. Holatiga, yomkizga bog'liq va yangiligiga bog'liq bo'ladi. Ko'rib turgan barcha Apple mahsulotlaringga 6 oydan 1 yil kafolat qilib beramiz. Ko'rib turgan orqamda stiklochi qo'llarini ham qo'shib beramiz sizga. Eslatib o'taman, halol nasiya ham bor. 3 oydan 6 oygacha kelib bemalol 7 da xarid qilishingiz mumkin. 7 orzu qilishdan to'xtamang.